aka. Bu haqiqiy trendga chiqdi. 2025 da temani yopib tashladi. Hali undan keyin yangilik chiqqani yo'q. Bu Samarqandga ketadigan darvozamiz upakovka qilindi, qora qismlari sochilyapti. Bu darvozaning orqasi bitgan, orqasi bilan oldi %100 bir xil holatda qilingan. Qaranglar liniyalarni. Bu mikrosol matvi, bu glyansiy mana. Odam aks ko'rinadigan darajada. Qora kraskada chiqazamiz biz. Qanaqa nerjivkalar yopishtirmaymiz. Ideal holatda. Har bir lazerlari, gullarimizni teng qismi ochiq qoldirilgan. Nima uchun? Chang o'rnamaydi, suv o'rnab qolmaydi mana. Darvozani tiklaganda mana shu joydan hech narsa o'rnab qolmaydi. Bak endi chang shuni hisobiga video ozgina xarob bo'lishi mumkin, so'kmaysizlar. Ish jarayonidan olyapman endi, tabiiy chiqsin deb. Bu yoqda mayda profillarimiz stilasiga joylangan, bu yoqda mana yirik profil.